Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Germaniyaning Leipzig shahrida katta qishloq xo'jaligi uchun bo'layotgan yarmarkadamiz. Bu yarmarkada men eng qiziq narsalardan birini ko'rib qoldim. Bu O'zbekistonda kartoshka ekadigan fermerlar uchun juda ham bir zo'r narsa ekan. Mana buni traktoringizga ulab olasiz. Bunga katta traktor kerak emas. Kichikroq bir motori kichik bo'ladigan traktor ham bo'ladi. Orqasiga taqib olsangiz, yaqinroq keling, operatorimiz buni ko'ring. Kartoshkani tuxumli kartoshkani shunga ichiga to'ldirasiz va bu traktorga ulangan mexanizm bo'lib, bittadan olib ketib ichiga soladi. Xullas, bu yerdan Bu kim edi bu endi? Tochkan xo'jayinimi bu? tuxum kelib, urug'lik kelib keladida pastiga tushadi. Pastga tushadi, o'zi eng qiziq joyini aytaymi? Siz buni orasidagi masofani o'zgartira olasiz. Xohlasangiz bir qarichdan yoki 1,5 qarichdan ekaman desangiz, buni olib orasidagi tuxum tushadigan masofani o'zingiz tuza olasiz. Xullas, tuxum kelib tushgandan keyin orqasidagi mana bu ikkita pichoqchamiz uni ko'mib ketadi va kichkina egatcha, ya'ni qariq qilib, egatcha qilib ko'mib ketadi. Siz xohlasangiz bitta o'g'ilchangizni, jiyanchangizni buni ustiga chiqarib olib turib kontrol qilishga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Undan ham zo'r joyi, mana buni ichiga mineral o'g'it solasizda, mineral o'g'itni ichidagi traktorga ulangan shnek orqali pastga tushib, ikki tarafga, ya'ni egatlarning yoniga to'kib ketadi. Bu ikkita shlanglar orqali keladi. Ikkita shlangni bu yerga ulab qo'ysangiz bo'ladi. O'zbekistondagi kartoshka ekadigan dehqonlarimiz uchun juda ham zo'r texnika. Undan keyin bu hammasi ishingiz tugayotgan paytda hosilni yig'ishtirish uchun kerak bo'ladi. Traktorga taqasiz. Traktor buni o'ziga vibratsiya beradi. Mana shu joyi yerning tagiga kirib, kartoshkani buni ustiga olib chiqadi. Keyin mana bu ikkita ko'rayotgan taroqlaringiz mana bunday ishlab, traktordan berilayotgan vibratsiya orqali tuproq ajralib pastga tushadi. Kartoshka oxir oqibat mana bu joyidan yerga tushadi. Siz keyin chelak bilan yoki qop bilan kelib terib olasiz. Juda ham zo'r. Kartoshkalar umuman shikastlanmaydi. Lekin gektar ekiladigan dehqonchilik uchun juda ham zo'r texnikalar.